Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilar. Xudo xolasa navbatdagi ishimiz patolog bo'lib turibdi. Ko'rib turganlaridek, bu hozir ozgina chalasi bor. Ozgina yonboshlarini yetmay qoldi, shuning uchun to'xtab qoldi. Bu yerimiz koridor bo'lib turibdi. 2,5 ga 6,5 metr bo'lib turibdi. Eni 2,5, uzunligi 6,5. Xuddi shunday hovuz holatda chiqyapti. Hali bitgan yo'q. Xudo xolasa bitgan holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yotoqxonamiz, bu yer esa yotoqxonamiz oddiygina, soddagina bo'lib turibdi. Ko'rib turganlaridek, chiroyli holatda chiqyapti. Endi hali buni devorlari ham polniy bo'lgandan keyin yana ham ochiladi. Hozir patologda o'zi bo'ldi. Mana razmeri 420 ga 370. Xuddi shunday bu yerda ham bor, xuddi shunday xona. Bu ham yotoqxona. Mana ko'rib turganlaridek, bu ham xuddi shunday razmeri ham stili ham bir xilda. Bir xilda chiqib turibdi. Bu yerda bor kuxna, oshxona bo'lib turibdi bu yer. Bu yerimiz ham mana xuddi shunday o'sha holatda. Bu yerimiz mana bu yerda ramkasiga moslab atrofida 50 santimetrlikda xuddi shunday qilib olib borganmiz. Ko'rib turganlaridek. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Respublika bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Siz xohlagandek, siz istagandek stilda qilib beramiz, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Naryoqda yana bitta mehmonxonamiz bor. U ham xudo xolasa xuddi shunday holatga keldi. Chekalaridagi atroflari qoldi. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu mehmonxonamiz 8,5 metrga eni 370 bo'lib turibdi mana. Buni ham o'rta hovuzi bo'lgan, atroflarini endi reyka to'qish jarayoni ketyapti. Mana ko'rib turganlar, hamma yo'q lazerda bo'ladi. Mana bu tomon ham xuddi shunday arka holatda chiqyapti. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etib turinglar. Bitgan holatlarni ham ko'rsatib o'tamiz.